Demak, ona tili ot mavzusi birinchi so'z turkumi tugatdik va 40 ta test. Nechta to'g'ri? 35 ta. 5 ta xato qilsa nechta to'g'ri? 34 ta. Madni? Chevinch? 20 ta o'ldiribsizda. Zilola. Hozir ayting. Siz ham barmoqlaringizni berib turing, yetmayapti bechora xatosiga. Shahlo nechta? 29. Ma'rur Bey nechta? 5 ta, 35 ta to'g'ri. Farhod? 29. Husnora? To'g'rimi? Молодцы. Diyora nechta? 37 ta. 30 bitta. 25-soat. Munisa. Nechta? Qoraman. Bijir qo'ying. Charaz nechta? 8 ta. Chevinch? 33. Muslima? 30. Ruxshona? Necha? 28. Anvar Bey? 35. Muxtorxon? 32. Eng zo'ri 40 tadan 40 tami? Dashqa, молодцы. Demak, keyingi safarga ot mavzusini to'liq o'qib kelasiz. Shu bilan ot tugadi.